Assalomu alaykum. Hurmatli xaridorlar va kuzatuvchilar. Mana bugun xolis markazida bitta qozon turadigan joy emas o'zi. Mana qozonlar qo'yib qo'yganmiz, otamni yo'qdan osh qiladilar. Boshqalar yoki oshingizni 13.500 so'mlik lazerda sinab ko'ramiz. Xudo xohlasa kelayotgan xaridorlik ulashamiz, mazasini ko'rib keyin baho berishadi. Pişken bir su var ya, ben de su var ya. Hoş bezeye gel ve dörtte hoş. Hoş yakırı attı bu lafı. Ha yine kendine adı attı mı? Yakırı attı. Fakat iyi iş gibi. Böyle tuttu. Burada da arkadaşlar. Ben hoş koydu. Dergi vaqtida qabul bo'lgan. Amin. Mazasini ko'ring, baho berasiz. Oling. Bilganimiz abed xizmatdan kelardim. Bu top ketadi, xotir oldi. Nima deyapti guruch? Guruch varsa dahshat. Bo'sham yaxshimi? Top biraz olib ketadi. Oga. Ha, kelinglar, keling. Boshni pishdi, keling. Mazasidan ko'ring, solib bering. Baho berasiz. Qani, keling. Oling qo'ying. Market ko'tarib qo'ysangiz to'g'ri. Nima? Oltitami? Olib beramiz. Oling. Va chetga o'tinglar, qo'shib o'tib. Mazasini ko'ring. Baho berasiz. Nima deyapti guruchimiz? Oga, yaxshimi? Ma'qulmi? 13.500 so'mlik guruch nazarimizdan biri. Kelibdi bu. Hurmatli xaridorlar, ko'chada osh pishgan ketayotgan mazasini ko'rib ketasizlar, qarab chiqmay baho berib qo'yasiz keyin. Oshimizga marhamat. Shundan boshla. Ko'chada tashqari. Ben 10.5 milyon. Nadir bir yenge hozir. Yeb ko'rasizlar, baho berasizlar. Marhamat. Keling mazasini ko'rsinda. Baholisi ko'ring. Yaxshimi? Ma'qulmi? 10.5 milyon. Yaxshimi? Yenge hozir. Bitmasa yerda xudo olsin. Ro'z oldi. Ben xot toshlarniki ham bu. Vaqt qo'ygan bo'lsalar. Bu sordusa bo'ldi. Bu personalda bu. Rahmat, shunchalik kelgan. 10.5 milyon lazım bo'ladi. Qayt qilib olmagan biz xudo olsin. Yaxshi. Rahmat. Bosh bo'lsin, rahmat. 10.5 milyon nazarga qo'ydi. Yenge hozir. Mana qarang, osh mazasini ko'ringni, baho bering. Qani yeb ko'ringmi? Raporsu. Yaxshimi? Baraka toping. Ma'qulmi? Ma'qul. Baraka toping. Ma'qul. O'tirib ol, yeb ol, o'tirib ol. Shirinib yo'q. O'zi ko'rinib turibdi qanaqa ko'rinishi mazasi zo'rlik. Bir yeb ko'rasiz, baho berasiz. Hop. Ber, mana chetga o'tirib oling. Hosh keling. Qaysi guruchdan bu? 13.500 so'mlik lazerda. O'tirib oling. Oshqozi qani? Oshqoz yo'qda mana oshqozga chaqirib o'tgan. Yoqqa kelyapti. O'zlar ko'rma. Zo'r. Doim mana shu Hasanboy Xorazm guruchida. O'zi guruchlar zo'r. Biz oilaviy shu yerdan uyimizga savdo qilamiz-da, guruchni olamiz. Bu to'g'ri kelib ko'rib, men shu to'g'ri zamonlaringizni ko'rib, yana ham xursandman. Juda ham shirin chiqdi. Xalqimizga yetamiz. Hasanboylik muxlislarimiz, Hasanboylik xalqimizga umuman mana Toshkent rayonidagilar, shahardagilar kelinglar, mana shu yerda mana xarid qilinglar. Oshlarni zo'r o'sha yerda bo'lyapti. Men o'zim yeb ko'rib juda ham menga yoqdi. Kelinglar sizlar. Alloh rozi bo'lsin. Salomat bo'ling. 10.5 millik guruch. Eng guruchda damladik. Mazasini bilib yetasiz. Hali siz abiliyingizni lazerda o'lcharim. Mana oshlarimiz tugadi, Xorazm markazida qilingan osh tugadi. Va 13.500 so'mlik ta'minotlardan kelasi kutib olamiz. Rahmat ko'rasiz.